Akvatorium ko'rgazmasida trendda bo'lgan ko'plab soha vakillari va mutaxassislarning qiziqishlariga sababchi bo'lgan o'sha mahsulotlarimiz Yevropadan keldi va sizlarga endi biron-bir ko'rsatib o'tamiz. Birinchi kelgan yangiligimiz Chimberio brendiga tegishli bo'lgan mahsulot, ya'ni sirkulятsion nasoslar uchun maxsus kran. Xo'p, buni afzalliklari o'rtoqlar qaranglar. Bittada 3-4 ta vazifani bu bajarib o'tadi. Birinchisi, ya'ni sharoy kran vazifasini bajarib o'tgan bo'lsa, ikkinchisi ko'rayotgan bo'lsanglar, mana o'zi nakidnoy gaykasi bor. Bundan tashqari mana bu yerda o'zini filtr vazifasini ham bajarib o'tdi va qo'shimchasiga ustida o'zini maxsus termometri ham albatta mavjud. Buni endi ikkinchi varianti ham kelgan. Bu kranimiz bittada 5 ta funksiyani, ya'ni 5 ta vazifani bajaradi. Ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda bu, ya'ni mana ko'rayotganingizdek, sharoy kran vazifasini bajaryapti. Bundan tashqari aytib o'tganimizdek, nakidnoy gayka albatta o'zi bilan birgalikda. Qo'shimchasiga bu yerda mana filtr vazifasi ham bor va yana bitta afzalligi, o'rtoqlar mana qaranglar, mana bu yerda обратный klapan vazifasini ham bajaradi va tepasida albatta, ya'ni termometr ham bor. Bu hali hammasi emas, yana bitta yangilik bor. Bu bittada ikkita funksiyani bajaruvchi kran. Ya'ni birinchisi ko'rayotganingizdek sharoy kran vazifasini bajaradigan bo'lsa, undan tashqari tepasida buni ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zining maxsus termometri ham bor va o'rtoqlar hozir ko'rsatib o'tgan kranlarimizning hammasida yonida o'zining maxsus stiker yopishtiruvchi mana belgilari albatta bo'ladi. Ya'ni holatga qarab kerakini albatta yopishtiraverarsizlar. Qo'shimchasiga yana ikkita turdagi mahsulot ham kelgan. Bu albatta oldin yo'q edi, endi albatta sotuvda mavjud. Birinchisi bu ko'rayotganingizdek atod bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi traynik. Bu mahsulotlarimizni o'lchamlari va narxlari bo'yicha to'liq ma'lumot olish uchun menejerlarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali bizga yozsanglar to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu videoni ishonchli brenddan sifatli mahsulotni xarid qilish xohlagan barcha yaqin tanishlarga ulashib qo'yasizlar. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa yangiliklarimizni e'lon qilib joylab boramiz.